Ba'zi yoshlar aytayotgan ekanki, men ota-onangizga xizmat qilishga majbur emasman deyotgan ekan. Men sizga xizmat qilib sizni roziligingizni olsam bo'ldi deyotgan ekan. Bir yigit oilasi bilan ajrashmoqchi ekan. Sababini so'ralsa, ayolim ota-onamning xizmatini qilmayapti debdi. Bu nima degan gap? Erimni rozi qilsam bo'ldi deydigan kelinlarimiz tushunib qo'ysinlar. Erini rozi qilish, erini ko'nglini olish erining ota-onasiga xizmat qilish bilan bo'ladi. Shariatimizda qarindoshchilik, tug'ishgan qarindoshchilik va nikoh orqali bog'lanadigan qarindoshchilik bor. Erini ota-onasini ham o'zini ota-onasi kabi hurmat qilish kerak. Ha demay shu kelinlarimiz ham qaynona bo'lishadi. Ha demay ular ham kelin qilishadi. Bugun bu harakatni qilib qo'yib ertaga o'zlarining farzandlaridan, o'zlarining kelinlaridan bu yana ziyodasi bilan yomonlik bo'lib qaytmasin. Ana shu narsalarga ham bugun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Axir ota-onaning duosi qaytarilmaydigan duo.